YouTube kanali obunachilari, akalar, ukalar, mini traktor ishqibozlari. Haliginda 2 soat oldin 250 tur yangi kelgan mini traktorimizni obzorini qildik. Endi ko'pchilik qiziqyapti, akalar Rossiyadanman deyishyapti, qiziqaman deyishyapti, naqdmi, lizingami. Akalar bizda naqd, firma orqali tashlab bersalaring ham bo'laveradi pulini. Rossiyada turgan akalar ham Rossiyada turib ham tashlab bersalaring bo'laveradi. Gaplashdik, $6000 qilib berdim. Akamga $6000 buncha o'tib beraman dedim. Endi bo'lishini gaplashdik, $6000 tepadan nameslarigacha bor. Qilib berdim akamizga, xudo xolasa bemalol garantiya berilaveradi, bexijolat. Oldingi videolarda nimalarni ko'rsatib o'tdim. Hamma yo'g'ini mana orqalarigacha, o'mlarigacha bor, mana ko'rishlaring mumkin. Freza ulasalar ham bo'laveradi. 1.20 lik, 1.40 gacha bo'lgan frezalarda ulab bemalol ishlataverasizlar. Katta mini traktorlarda frezasidan tepadan navesigacha bor. Mana olib chiqib qo'ydik. Endi qo'yamiz hozir, xudo xolasa, qo'yib chiroyli qilib sotuvga tayyor qilib qo'yamiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Manzilimiz Toshkentdan vodiyga kiraverishda akalar. Xudo xolasa murojaat qilsalaring, lakasida tashlab beriladi.